Ötmüş. Buningdan xeli burunqi ashu, tügünün quyruqidek kemtük yıllarda. Çöldeki alvındek xire aylarda. Bir-biriga tutuşup ketken farqsiz kunlarda. Hamma odam bu dunyoga beshidan tortib kirgiziladi. Jigdining oltin chechki bilan qumning mis donchillari ko'ngil aynig'idek xushpuraydi. Jeniga ichi og'rimaydigan ko'rimsiz odamlar qishni bahorga solib olib, taraf-tarafdan haqoratlaydi. O'milib mangdigan suv shu chaqda bayqalgan. Hammala odamning so'l qapig'i atigandila tortatdi. Bir-biriga sana Xudoning ichi og'risin deyishatdi. Meva o'g'risi, kitob o'g'risi va xotin o'g'risi o'g'ri hisoblanmaydi. Dünya hech kimga hech nimani va'da qilmaydi. Azroil qerilarning birini unutib qolmaydi. Erlar ayollarning putiga, ayollar erlarning qo'liga qaraydi. Xudo kecha-kecha uxlamay chiroyi o'xshaydigan ayollarni bir-biriga juplaydi. Ayollar to'y qilg'achqila balalar tug'iladi. Biz qachon cho'ng bo'lamiz deb so'rasa balalar, aptab chiqqan payshanba kuni deydi onalar. Biz qachon baxtli bo'lamiz deb so'rasa yoshlar, tugining quyruqi yerga yetganda deydi cho'nglar. Payshanba kuni aptab chiqmaydi. Tugining quyruqi yerga yetmaydi. Hamma odamning uyida birdan koni o'choq bor edi. Hech kim o'tini o'chirishga jur'at qilolmaydigan. Hamma odamning o'ylasida birdan qorong'u quduq bor edi. Hech kim og'zini ochishga petinolmaydigan. Hamma odamning qalbida birdan g'alati umid bor edi. Hech kim og'zidan chiqarishni xohlamaydigan. U ashundoq bir chog' edi. Hozirmi pat-pat davomlashyotgan. 2015 yil 15 iyun Ürümçi.